Assalomu alaykum. Navbatdagi xonadonimizda ishlarimizni boshlab oldik. Obyektimiz katta. Xonadonimizga premium klassdagi mahsulotlardan ish romini qo'yamiz. Ozgina o'zgartirish kiritganmiz. Birinchi etaj qismimiz pastgacha splashnoy holatda edi. Yerdan ozgina ko'targanmiz. 30 sm mana beton quydirilgan. Xo'p, glavniy kirish eshigimiz mana shu tarzda 30 sm beton quydirganmiz. Sababi xavfsizlik uchun juda ham zo'r bo'ladi yechim. Hech qanaqangi tashqi dizayn ko'rinishga buzish holati bo'lmaydi. Obyektimiz yon taraflari to'liq o'sha birinchi etajda hammasiga beton quyilgan. Hop, bu tomonimizda zalimiz ham o'sha to'liq beton quyilganmiz. Ichki tomonda hop ko'rinishi glavniy eshigimiz oldingi holati polgacha edi. Poldan ozgina ko'targanmiz. Romimiz mana holatda ko'tarilgan holatda o'rnaydi, ozgina xavfsiz ham bo'ladi. Keyin pluntus aylansa ham bir xilda pluntus aylanaveradi romlarga.